Sizlar bilan o'qishga tayyorlanamiz. Menga juda ham ko'p keladigan savollardan bittasi qattiq o'qiysiz, ishga ketyapman deysiz, qattiq o'qishingizni aytmaysiz deysizlar. Sizlarga qaysi o'qishda o'qishim haqida gapirib beraman. Oldin shu zakaz qilgan oynamni sizlarga ko'rsatib ketmoqchi edim. Shunaqa udobni xohlagan joylarga ko'tarib olib qo'ysanglar bo'ladi. Narxi ham shunaqa arzon qizlar, atigi 1 million. Moda akademiyasi dizaynerlik sohasida o'qiyman. Hozir o'qishga ketyapman. Undan oldin yeyishga narsa oldim, uyda ovqatlanmadim. Kechga qo'yotganim uchun Yandex o'zida yevardim. Sirazi gruppaga kirib qizlar dars o'tmay turinglar, men kechga qo'yman deb yozib chunki bugun bizda eng asosiy menga kerak darslik edi. 6 yoshimdan beri narsa tikishga o'qiyman. Menga xohlagan fasonimda narsa tika olaman. Lekin birovga tikishga qo'rqaman. Kishi bilsiz nega o'qiyapsiz desam, asosan mana shu modellashtirish darsligi uchun o'qiyman. Darslarimni tezda qilib oldim. Sinfda eng ko'p gapiradigan qizman bo'lsam ham, hamma ishlarimni erta bitirib chiqib ketaman. Shunaqa opacham bilan o'zimga chig'ol olib, Yandex chaqirib uyga ketdim. Uyga charchab kelganim uchun unaqa ko'p ish qila olmadim. Ozgina uydagilar bilan o'tirib biroz kitob o'qidim va makiyaj qilganimdan foydalanib TikTok oldim. Vlog sizga yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lishni unutmang.